Hammaga xayrli kech. Sizlarga video olaman deb zo'rg'a yetib keldim. Muhammad Amin menga kley bo'lib qolgan. Xo'p, demak qizlar, men ferritinim 3.6ligini bilganimdan keyin nima qilishni boshladim. Ya'ni qanaqa yo'l bilan uni ko'tarishni boshladim. Demak, men oldin hech qachon ferritinga topshirmaganman. Shuning uchun oldinlari mana shunaqa bosh aylanish, soch to'kilish kuzatilganda, men darhol ferrofer degan kapelnitsani 5 kunlik davomida olardim. Ya'ni kun ora 5 kun olardim. Lekin keyin уже bu yo'nalishga kirib kelganimdan keyin, ilm olganimdan keyin shuni tushunib yetdimki, ana o'sha ferritin tabletkalari organizmimizga 10% dan 20% gacha so'rilar ekan. Lekin kapelni oladigan bo'lsak, u 100% organizmimizga so'riladi. Lekin o'sha qonimizda qolishi uchun bizga vitamin C, vitamin B8, B12, foliyaviy mana shu vitaminlar bilan birgalikda o'sha kapelnitsani olsakkina u bizani organizmimizda qolar ekan. Bo'lmasa aks holda u shuni yuvilib ketar ekanda, chiqib ketar ekan. Shuning uchun men nima qildim? Ferritini past chiqqanlar juda ham ko'p ekan oranglarda. Aynan o'sha ferritin mavzusiga o'tgan darsligimdan keyin ko'pchilik borib mashalloh tekshirtirishibdi va lecheniyani boshlashmoqchi, nimadan boshlashim kerak deb so'raganlar uchun hozir mana men nima qilganimni etapma-etap tushuntiryapman. Demak, kapelnitsa va ana o'sha har bitta tabletkani alohida ichmaslik uchun hozir shunaqa batla chiqibdiki, mana shu kompleks vitaminlarni bitta qilgan. Tushuntira oldimmi? Vitamin C, foliyaviy, B vitaminlarini bitta qilinganda, bitta kapsula ichasiz bo'ldi bir kunda, o'sha 1 soatdan keyin, zavtrakingizdan keyin. Va nima bo'ldi menda? Qarang, men 10 yil oldin o'sha ferrofer kapelnitsani olgan paytim yosh bo'lganman, organizmim normalni qabul qilgan. Lekin bu safargisida u menga reaksiya berdi. Va reaksiya bergani uchun men uni bir haftadan keyin yana bitta olaman, shu bilan yana to'xtataman va shuni tushunib yetdimki, kapelnitsa demak men ola olmayman va hattoki kapsulasini ham icha olmadim, chunki ko'nglim aynidi, xullas oshqozonim qabul qilmadi. Va yana oldinlari ham shuni aytib o'tardim, yana takrorlayman, hech narsa behikmat emas, hech narsa bekorga emas ekan, hammasi yaxshilik ekan. Va undan keyin men уже yana ilm olgan sarim shuni anglab yetdimki, agar kimda kim ferritini juda ham past bo'lsa, mana shunaqa kapelnitsa va vitaminlar bilan birgalikda men sizga o'rgatadigan sirupni agar davomiy qabul qilib yurilsa, u holda o'sha olgan kapelnitsangiz ham, ichgan dorilaringiz ham уже tugaydi-ku. Tugagandan keyin ham siz bu sirupni yillar, oylar davomida ichib yuraversangiz, u organizmingizdagi temir moddasini yuvilib ketmasligiga, yeyotgan o'sha temir moddali mahsulotlaringiz organizmingizga yaxshiroq so'rilishi uchun juda ham zo'r yordamchi bo'lar ekan. Va men mana shuni qo'llab boshladim. Ya'ni ertalablari xlorofil ichaman, organizmimni tozalayman va shu bilan birga mana shu qiyomni qabul qilaman. Va bu meni organizmga yoqdi, chunki ham mazali, priyatniy mazasi, ham foydali. Men o'zim ichayotganimni ko'rsataman hozir. Bu mana shunaqa karadut degan, ya'ni turkcha, turetskiy. Lekin buni topish qiyinroq ekan. Shuning uchun men buni qanaqa ichaman? Qaynoq bo'lmasligi kerak. Qaynoqda vitaminlari parchalanib ketadi, temir moddasini va muzdek bo'lish kerak emas. Organizmimizga muzdek bergan paytimiz o'shaqqa tushib qoladi. Особенно hali endi uyg'onganimizda. Nima qilaman? Mana shu iliq, ya'ni issiqdan sovuqroq iliq suvga har kuni ertalab 2 choy qoshiq solaman. Ya'ni o'zi qanaqa deyilgan, bu yerda yozib qo'yilgan. Buni 2 qoshiq soladigan bo'lsangiz, shundan 5 barobar ko'p suv solishingiz kerak bo'ladi. Va agar suvingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, buni aslo zarari yo'q, foyda bo'lsa foydali, bolalarga ham, kattalarga ham.
2-3 qoshiq solaman. Mana shunaqa qizg'ish rangli, xuddi malina choyiga o'xshagan mazasi bo'ladi. Va buni men o'zi och qoringa foydali, lekin meni oshqozonim juda чувствительный, kislotnosti baland bo'lganligi uchun achishadi-da keyin agar och qoringa kislow narsa yesam. Men nima qildim? Zavtrak bilan birga buni ichaman. Shunda o'sha men yeyotgan o'sha avokado ham, hamma foydali elementlar, tuxum yeymanmi yoki qaynatilgan tilmu, hammasini vitamini, organizmimga temir moddasi bor. Har bitta mahsulot temir moddasini zo'r so'rdirib beradi organizmimga, ya'ni to'yinadi organizm. Lekin bu narsani topish qiyin ekan va biz bilamizki, oddiy, misol uchun o'sha yogurtni ham siz chet ellikini olsangiz, uni mazasi priятныйroq. Lekin uni mana shunaqa oila davomida achimasligi uchun, ko'proq sotuv bo'lishi uchun, ko'proq turib berishi uchun uning ichiga har xil ximikatlar qo'shiladi. Ya'ni shunaqa sostavida achimasligini oldini oladigan har xil tabiiy emas bo'lgan narsalar qo'shiladi xullas sostaviga. Uyda o'zingiz svejiy qatiq olsangiz, svejiy malinani olsangiz, aralashtirib ichsangiz, mazasi unchalik mazali emas. Lekin uyda tayyorlanganini vitamini aniq ko'proq va u svejiy, u oylab turmaydi. Ha, tez yomon bo'lib qoladi, lekin uni foydasi kuchli. Men umuman kremda ham shunaqa hisoblayman. Ko'p yillik muddatga tayyorlangan kremlarning ichiga albatta har xil ximikatlar qo'shiladi, чтобы u ko'proq turib bersin deb. Agarda o'zimiz o'sha o'rganib chiqib tabiiy mahsulotlardan tayyorlab yeganimiz ham, yuzimizga ham tabiiy o'sha aptechniy dorilardan tayyorlangan kremlar ham albatta ko'p yillik yoki ko'p oylik muddat saqlanadigan mahsulotlarga, kremlarga qaraganda, kosmetikalarga qaraganda foydaliroq bo'ladi. Shuning uchun men nima qildim? Men uni mana shuni ham foydaliroq bo'lishi uchun, ham qidirib yurmaslik uchun o'zimiz tabiiy uyda pishiradigan, ya'ni uyda tayyorlaydigan siropni o'rganib chiqdim va uni bugun o'zim tayyorlab sizlarga video qilib tayyorladim. Inshaalloh uni montaj qilib sizlarga boshidan oxirigacha qanaqa tayyorlaganimni joylayman. Uni foydasi qanaqa? Misol uchun mana buni biz agar ichadigan bo'lsak, biz bilmaymiz buni ichiga aniq nimalar qo'shilgan. Biz bilmaymiz buni ichida shakar bormi, yo'qmi. Lekin uyda tayyorlanadigan ozgina vaqtingiz ketadi, lekin qiyinchiligi bor, ya'ni mayda ish, lekin sog'ligimiz uchun bitta tayyorlasak ancha vaqt uni ichishimiz mumkin va uni nafaqat biz ichamiz, nafaqat u bizning sog'ligimizga, tanamiz, yuzimiz terisiga foydali, balki farzandlarimizni qish fasllarida shamollaganda tomoq og'riqi, yo'tal, immunitet ko'tarishga juda ham foydasi zo'r. Shuning uchun albatta tavsiya qilaman. Nima kerak bo'ladi bizga? Uning uchun 3 kilo, men 3,5 kilodan tayyorladim. 3,5 kilo shotutni olasiz, ya'ni mazali, svejiy pishgani bo'lishi kerak, shirini bo'lishi kerak, yetilib pishilgani. Uni ezib turib, ana o'sha xuddi malinada ham, ana malina vareniya yeganingizda bilasizmi? Qitir-qitir qiladi. O'shanaqasi chiqmasligi uchun polniy, ya'ni o'sha sitadan o'tkazib olinadi va faqatgina suvini o'zini yoki sokovijmalkada qilsa ham bo'ladi. Suvini o'zini keyin 6 soat davomida past olovda, bo'lmasa kuyib qoladi, qaynatish kerak bo'ladi. Menda hattoki 6,5 soat qaynadi. Juda ham zo'r sirop bo'lib tayyor bo'ldi. Uni keyin uje sovigandan keyin shisha idishga solib qo'yasiz. Hech qanaqa shakar, hech narsa qo'shilmaydi, suv qo'shilmaydi, faqatgina shotutni suvini o'zi. Uni faqatgina sizlarga tushuntirgandan ko'ra o'zim tayyorlab, polni qanaqa tayyorlashini videosini ko'rsatganim sizlarga osonroq, tushunarli va foydaliroq bo'ladi deb o'yladim va uni albatta sizlarga joylab ko'rsataman. Hozir bo'lsa bolam yig'layapti, men ketdim.